uni GAI xodimi sizni to'xtatgan vaqtda uni bodi kamerasi ishlamayotgan bo'lsa, nafaqat bodi kamerang ishlamayapti, bodi kamerang ishlamasa hujjatim bermayman deb tortishasiz-ku. Aslida shunday. Endi buni qonun bilan fuqarolarning huquqini himoya qilyapti prezidentimiz. Mana videoga diqqat bilan ahamiyat bering. Ichki ishlar organlari, yo'l patrul va post patrul xizmatlari o'z vazifasini bajarish, ayniqsa fuqarolar bilan muloqot jarayoni qayd etish imkonini beradigan video kameralar bilan ta'minlaymiz. To'xtatdimi? Video kamerasi bo'lmasa to'xtatmaydi. Hammaga men hisob-kitobni qildim. 10-fevraldan beramiz. To'xtatdi, video kameraga qarab gaplashsa inobatga o'tadi. Bo'lmasa o'ziga jinoiy javobga tortamiz. Nimaga desangiz, hamma narsani suhbatda poraxo'rlik qilyapti. Endi GAI to'xtatadi, kamera bilan gaplashadi. O'zining boshiga shunday bo'yniga kamera osib qo'yadi. Kichkinagina hamma rivojlangan davlatlarda bor, uni biz hozir sotib olyapmiz. Ma'qul bo'ladimi?